Buru 5 hisoblayveraylikmi? Buru 5 hisoblayveraylikmi? Xo'p, men ko'rmadim-da balandini. Xo'p, orqasidan o'tib ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p, Nespildan Nespilga Assalomu alaykum. Mol Dunyo Uz kanalining a'zolari, YouTube ishqibozlari, Chorva ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar, Marg'ilon Kamina Chorva bozoridan to'g'ridan-to'g'ri efir qilyapmiz. Hafta kuniga yakshanba 19-aprel qadrdonlar qiziqarli bo'lgan savdolarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Biz sizlarga imkon qadar qiziqarli savdolar ko'rsatishga harakat qilamiz. Videolarimiz oldin eslatib o'tamiz. Instagram, Telegram ochganmiz. Bemalol o'tib, o'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishlaring mumkin. Bunday bo'lsa boshladik. Bizdan uzoqlashmanglar. Qani ketdik. Ham savdoni ustiga kelyapmiz. Hormanglar, assalomu alaykum. Savdoga, real savdolari. Nespilga. Hormanglar, assalomu alaykum. Nespilga? 216. 15 million 800. Shunaqa bo'ladimi? Nechta tuqqan bu? 4 ta tuqqan. Qisira? 4 ta tuqqan. 15 million 800. Shunaqa gaplar biz taklif bo'lyapti. Tashqariga chiqib, assalomu alaykum, muxlislarimiz bor ekan, muxlislarimiz. Bozor to'g'risida fikringiz qanaqa? Yaxshi bo'lyapti. Oladigan bozor. Boringizga shukr, shunaqa gaplar. Bizdan uzoqlashmanglar. Biz yo'l-yo'lakay sotilgan, sotilmagan variantlarni tashqariga chiqib oling deb taklif bo'ldi. Shuning uchun tashqariga chiqib ketyapmiz. O'sha chiroylilar Nespildan ekan, hormanglar, chiroylilar. Bozor tugalarimiz. Xo'p. 15 milliondan 25 milliondan, ha. Qadrdonlar 25 milliondan sotilib turgan. Biri 5 hisoblayveraylikmi? Biri 5 hisoblayveraylikmi? Xo'p, men ko'rmadim-da balandini. Xo'p, orqasidan o'tib ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p. Nespildan Nespilgacha bo'ldi, aytavering. Hop, aka 23 million buni savdosi. Xo'p, 23 million. Bu savdo qilishmadi. 20 million xayri bor, chot beramiz. Xo'p. 27 million xayri bor. 27 million xayri bor. Bu ham 27 million. Bu 25 million kam bu. 25 million. Bu ham 27 million. Bu ham 27 million. Bular 20 milliondan. Mana shu barchasi sizniki? Ha. Xo'p, qadrdonlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. 10 tasi bitta joyga olaman deb sizga qo'ng'iroq qilsa. 77 bo'ladi. Kelishamiz aka. Rosa qilamiz aka. Dastlabkilari bormi? Ha. Ha? Xudo xolasa aka hammasini olaman deganga 24 milliondan kamini qilib beramiz. Hammasini olaman degan. Qadrdonlar hammasini olaman deganga kami bor deyapti. Xo'p, telefon berayin qiziqqanlarga. 77lik. 77lik 3'ta 9 44 44 00 00. Telefon Nima juda ham chiroyli ekan. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Telefon raqamlarini ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. O'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishlaring ham mumkin. Bizdan uzoqlashmanglar. Chiqishga qaror qilgan edik. Yo'l-yo'lakay savdolarni ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Qaysi bo'lyapti Bahodir tog'a? Qaysi bo'lyapti? Qaysi savdo qilyapsizlar? Endi hali qo'limni ushlaganimda baylab oling, qo'lim bo'shasin hozir. Mashinami? Kepkali odam. Kepkali. Baqirmasdan gapiring. Nespil. Chiroyli muomalada bo'ling, baqirmang. Jupi. Nechpil? Berore Nespil. Ha, tortar, nechpil. Qo'shib beraman. Hop, qadrdonlar 29 million 400 ming so'mga baraka bo'lib akalar oldi, xaridorlar chiqyapti. Hop, olsa bular, olmasa biz muxlislarimiz telefon qiladi. Telefon raqamingizni bering. 94lik gapiravering. 94lik. Aha. 270 270 20 61. 20 61. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Biz qancha hazil qilsak ko'taradi, baqirsa ham ko'taradigan inson bozorda odami. To'g'risiz 29 million 400 ming so'mga oldingiz. To'g'ri so'zni gapiryapti. Buni barakasini
ko'rsatdik, oldik. Mana xaridorlar, muxlislarimiz kelyapti. Olsa bular, olmasa qo'ng'iroq qilib, o'zlarining uchun ma'lumotga ega bo'lishlari ham mumkin. Picha qo'ysa berasiz. Bozorda nimasi odami bemalol foyda qilsa beraveradi. Oldiga yursa bo'ldi. Shunaqa gaplar, barcha yangiliklar, ma'lumotlar foydada bizda. Bozorimizdan chiqib ketayotgan joyimizda mana savdosi bo'lyapti. Aka, nech pul bo'lyapti bu hozir? 11 milyon 300. Nech pul baho aytdingiz? 12, 11 million 300 ming so'mga. Xo'p. Aka qiziqqanlar telefon raqam bering, olsa xaridorlar, olmasa biz o'zimiz muxlislar. Assalomu alaykum. Hozir meni muomalalarim bor, telefonim o'chirildi. Ya o'chirilmasin, aka, o'chmaydi. Aka, aytamiz kompaniyaga. Nomeri yo'q, bloklangan. To'g'risini aytaman, bloklangan. Xo'p, shunaqa gaplar. Bir haftada bir yonyapti. Shanba kuni, chorshanbaga chiqaydi 9 dan keyin. Sababi shu nima endi? Sababini kommentariyaga yozib qo'yamiz. Qadrdonlar, nima uchun telefon raqam, telefoni o'chib qolgan? Kommentariyaga yozinglar akalar. Qizil tepa qilib ko'chaga chiqyapmiz. Qaysi savdo bo'ldi, qaysi baraka bo'ldi? Qormanglar. Qadrdonlar, Umidjon. Ha. Qani? Nech pulga? Haligisini 10 ga beraveradi. 10 ga. 10 ga 11 gacha qo'sh kerak. Haligini sheriga. Haligi sheriga. Undan keldi sheriga 11.5 ga sotish kerak o'sha. Bo'ldi, boringizga. 11 ga berib yubordim. Mana arzonchi ukalarimiz. Telefon raqam bering qiziqqanlarga. Bozor nech puldan qildi? 11 ga 96. 11 millionga 9 million 600. Shunaqami? Qiziqqanlar telefon raqam bering. 94lik. 94lik 326. 326 70 19. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Kallalarni ko'rsatib qo'yingda, sementarga o'xshab ketadilar janob. Xo'p, o'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin, aloqaga chiqib olasizlar. 10 million so'mga berib yuboraman deyapti. Tashqariga chiqishda boshladik, savdolarimiz, bozorlarimiz bugun nihoyatda chaqqon bo'lgani uchun qaranglar, hali soat 9 bo'lmasdan turib bozorimiz mana o'zi sepsili bo'ldi, hozir bo'ldi. Tashqariga chiqishda boshladik, tashqaridan sotilgan, sotilmagan variantlarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, mehnatimiz akalar, like bosib qo'yamiz. Kanalimizni boshqalarga qo'shsalaring, yangiliklarni ko'rib turasizlar. Bozorimizda chiqarishda eski bozor ham bor. Eski so'raganlarga. Har xil turdagi, har xil zotli eskilar bor. Bemalol kelib o'zlaring uchun savdo qilishlari mumkin. Mana shu bizning eski bozorimiz bo'ladi. Eskilarni qaranglar, bir-biridan chiroyli, go'zal. Nech pul ekan mana shu? Nech pul bo'ldi? Bir emas, ikkita bolasi bor ekan, ha? Nech pulga oldilar? 3,5 million. 3 million 500 ming so'mga mana shu ikkita bolali eski olinibdi. Shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. Ey! Nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? Acha 16 million bo'ldimi? Nechta tuqqan ekan? 7ta. 7ta olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Bozor to'g'risida sizni turishingiz pul, aka, sizni turishingiz pul. Aka, tanigan bilganlar kommentariya yozib qo'yamiz. Aka, bozor to'g'risida fikringiz qanaqa bugun? Yaxshi bozor to'g'ri. Bozor zo'rmi? Zo'r bo'lyapti, arzon bo'ldi. Boringizga shukr, sog' bo'ling. Nech pul bo'ldi aka? 30 million 500 ming bo'ldi ekan. Taroziga tortilaymi? Tortilmadimi? 500 kilo, 500 kilo chiqdi deyapti. Shunaqa gaplar. Hozirga mana nokilar kelib, nech pul bo'ldi? 18 ming. Bananchi? 18 ming so'm bananlar. Boydada o'z shunaqa. Nech pul bo'ldi chiroyli? Qadrdon. 18 million bo'pti ekan. Bo'y 95 chiqadi, 1 metr chiqmaydi. 18 million so'm. Boydada o'zda muxlislar. Shunaqa gaplar. Aka, nech pul bo'ldi bu? 90 million. 91 million. Jupimi yo o'zimi? Jupa. Taroziga tortilaymi? Jupa ikkinchisi qani? Aka, nech pul bo'ldi bu? Mayli, Shopir akam bilmas ekan. Nech pul bo'ldi aka bu? 11 million 300. Qo'nachimmi, novvosmi? Novvos ekan. Ajoyib ekanda. Sog'ligingiz yaxshimi? Bozor qalay bo'ldi? Bozor to'g'risida fikringiz aka? Zo'r. Aka, nech pul bo'ldi? Nech puldan qaytdi? 15 million 700 ga sotilmasdan xonachimiz qaytyapti. Bo'ldi, qo'chqonlarimiz, qormanglar. Nech puldan bo'ldi? 9 million bo'ldi. Sog'lig'i 9 million bo'pti ekan. Qo'chqori.
Bular necha puldan bo'ldi qo'zilar? Uchtasi 10 million bo'pti ekan. Bitta ajoyib qo'chqonlarimiz chiqdi. Necha pul bo'ldi qo'chqonlar aka? Hormanglar. Necha puldan qaytyapti? 6 million, 7 million. Xo'p, aka, bozorlarimiz 8 milliondan 10 million so'mgacha qaytyapti. Qiziqqanlar telefon raqam berasizlarmi? Beringlar qiziqqanlarga. 93lik 977 54 41 bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Bizda shunaqa gaplar. Biz necha pul bo'ldi aka bu? 11 million bo'pti ekan. Necha pul bo'ldi? Hoshtaqa necha pul bo'ldi? Ha? 16 millionga 17 million bo'pti ekan. Shunaqa gaplar. Assalomu alaykum. Bormisiz? Xo'p, barcha yangiliklarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga yozib, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Biz sizlarga bir-biridan qiziqarli bo'lgan savdolarni ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Faqat mehnatlarimiz uchun kerak. Like bosib qo'yamiz. Biz birinchi videomizni mana shu yerda yakunlab, ikkinchi videomizni boshlayapmiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Fikrlaring bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozinglar. O'zimizni xato kamchiliklarimizni o'nashga harakat qilamiz. Necha pul bo'ldi aka? 17 million bo'pti ekan. Novvosimiz 90-95 chiqadi, 1 metr chiqmaydi. Shunaqa gaplar, bizdan uzoqlashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Borlaringga shukr. Ashta eski bozorimiz bor. Mana bir maqtanib qo'yay, mana kelaverasizlar kimga zarar bo'lsa.